Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurrashid. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının sahibxanlığı və hər qaysı əllərdəki qeyrindaş təşkilatlarımızın həmkarlığında bu yıl 5-ci ayının 26-cı gündən 28-ci günügacha Germaniyanın Münxen şəhərində çağırıldığan 2-ci növbətlik Şərq Türkistan Milli Kengişinin 3-cü gündə Uyğur Sot kollegiyasının rəisi Jeffrey Nice, muavin rəisi Nick Wedge, Mərkəzi Angliyadakı Uyğur haqqlarını qoğdaş advokatlıq cəmiyyətinin qurğucusu Michael Pollack, Vakaletsiz Milletler Təşkilatının baş katibi Ralph Buncha qatarlıq xalqarağa tonulğan danlıq qanunşünaslar Uyğur irqi qırğınçılığını qandaq tosub qala alaymiz degan temini çörüdigan asasda hər qaysı əllərdən kelgan vəkillerimizin suallarına cavab berdi. Bu növbətlik Milli Kengişinin içiliş murasimi qatnaşıdığanlar arasında yana Çexiya Kengaş Palatasının muavin rəisi Xiri Oberfalzer, Fransiya parlament əzası Friedrich Duma, Amerikanın Germaniyadakı baş elçisi Amy Goodman, İrlandiyanın sabiq ədliyə ministri və senatori Michael McDowell, Polşanın sabiq Tashqi ishlar ministri və Avropa parlamentinin əzası Anna Fotyga, Avropa parlamentinin muavin rəisi Heidi Hautala, Avropa parlamentinin əzası Engin Eroğlu, Amerika parlamentinin əzası Yong Kim, Germaniya parlamentinin əzası Frank Schwabe qatarlıq siyasi ərbablar var. Ularning bir qismi yig'inga bevosita, yana bir qism bo'lsa tor orqali qatnashib, o'zlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish haqidagi qarashlarini o'ttirib qo'ydi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengash tayyorlik komitetining stansimizga bildirishicha, hozirga qadar 20 dan ortiq davlat faoliyat olib berayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari, Uyg'ur tadqiqotchi va olimlar, diniy ulamolar, tonlagan jamoat arboblari va har soha zotlaridan bo'lib jami 200 nafardan ortiq vakil o'zlarining Germaniyaning Münxen shahrida chaqirilgan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga bevosita kelib qatnashadiganligini bildirgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlar qarta rəhimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun umumyuzlik harakat o'tish asos nishon qilingan va 3 kun davom qildigan yig'in jarayonida 30 nafarga yaqin Uyg'ur tadqiqotchimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz milliy davoyimiz navbatda duch kelgan jiddiy masalalar haqida o'xshamagan temalarda doklad taqdim qiladi. Yig'in qatnashgan tashkilot rahbarlari bilan yumloq ustida suhbat o'tkazilib, Uyg'ur tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik va ish taqsimoti haqida muzokara olib berildi. Shundaqla har kunlik yig'in oxirida vakillarimizning davoyimizga munosabatli taklif fikrlari anglab o'tildi. Lager şahidimiz Sayragul Saudbay xonimning 15-may Nuremberg kishilik huquq mukofotini topshirib olganligi haqidagi xabar Germaniya matbuotlarining qiziq temasiga aylandi. Germaniyaning ko'plagan matbuotlari jasur Sayragul Saudbay xonimning hayot sezgirashlarini arxa ko'rinish qilgan asosda Xitoyning Sharq Turkiston Uyg'urlarini asos qilgan yerlik xalqlarga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumini qaytadan kun tartibga olib keldi. Sayragul Saudbay xonim Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2020-yillik Jasur ayollar xalqaro mukofotiga erishgan va mukofotni Amerikaning ayni chog'dagi Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandimning qo'lidan bevosita topshirib olgan edi. Germaniya matbuotlari Sayragul Saudbayning botirlik bilan ko'krak kerib olg'a chiqqanligi hamda Xitoy hukumatining lagerlardagi vahshiyliklarini dunyo fosh qilganligiga yuqori baho berdi. Ve onun Xitoy hukumatining musulmonlarga nimalarni qilayotganligi haqida tunji bo'lib guvohlik berguvchi lager shohidlarining biri ekanligi ta'kidlandi. Lager shohidimiz Sayragul Saudbay xonim Nuremberg kishilik huquq mukofotini 15-may yakshanba kuni Nuremberg teatrida o'tkazilgan ko'rkamlik bir marosimda Nuremberg shahar boshlig'i Markus König apandimning qo'lidan topshirib olgan. Marosimda Sayragul Saudbayning yo'ldoshi va ikki farzandim birga bo'lgan. Dunyo Uyghur Qurultayining bayonotchisi va Qurultay birining ishxonasining direktori G'ayur Qurban va Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandi qatorliqlarning mukofot tarqitish murosimiga qatnashib, Sayragul Saudbay xonimning shodligiga o'rtoq bo'lishgan edi. Dunyo Uyghur Qurultayi muhojirat Uyg'ur adabiyoti uchun to'kib qo'shgan bir qism shaxslar va uyushmalarga medal taqdim qildi. Bu munosabat bilan yaqinda Turkiya poytaxti Anqarada maxsus murosim o'tkazilib, Yevrosiyo yozuvchilar birligining raisi doktor Yoqub Ömeroğlu'ga shukron medali berildi va to'n kiydirildi. Murosimda Yevrosiyo yozuvchilar birligi tomonidan nashr qilingan Uyg'ur shoiri Mutallib Saydullohning So'g'uq qirg'oq nomli she'rlar to'plami tanishtirildi. Dunyo Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandining tashabbusi bilan Istanbulda faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyghur Qurultayi vaqtisi uyushtirgan mazkur yig'inga Yevrosiyo yozuvchilar birligining raisi doktor Yoqub Ömeroğlu boshchiligidagi yozuvchilar, shoirlar, universitetlarda Uyg'ur tili va adabiyot tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan mutaxassislar, Uyg'ur tili bo'yicha doktorlik va magistrlik o'qiyotgan o'quvchilar hamda Uyg'ur ziyolilardan bo'lib 60 atrofida kishi qatnashdi. Yevrosiyo yozuvchilar birligi 2006-yil Turkiya poytaxti Anqarada qurilgan bo'lib, O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari, Rossiya Federatsiyasi va har qaysi davlatlardagi turkiy millatlardan bo'lgan yozuvchi va shoirlar a'zo bo'lgan tashkilotdir. Yevrosiyo yozuvchilar birligining boshqarish ostida Bangi nashriyati bilan Qarindosh qalamlar nomidagi jurnal bor bo'lib,
Ular Türkiye milletlerden bo'lgan yozuvchi va shoirlarning asarlarini tanlab turkchaga tarjima qildirib nashr qilmoqda. Dünya Uyghur Qurultiyi nomida o'tkazilgan bu qitimqi medal tarqitish yig'inida oldi bilan Dünya Uyghur Qurultiyi vaqfisining raisi Abdurashid Abdulhamid apandi Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandining salomini yetkazgandan keyin Yevrasiya Yozuvchilar birligining Uyg'ur adabiyoti uchun qilgan xizmatlari to'g'risida ma'lumot berib o'tdi. U mundaq dedi: Xitoy hukumatı Uyg'ur tilidagi milliy ma'rifni cheklab, Uyg'ur yozuvchi, shoirlarni lager va turmalarga tashlayotgan bugungi kunda Uyg'ur adabiyotining Turkiyada tonilishda zo'r to'k bilan qo'shgan doktor Yoqub Ömer o'g'liga rahmat etish uchun bu marosimni o'tkazyapmiz. Yevrasiya Yozuvchilar birligi bugungacha Qozog'istonlik Uyg'ur yozuvchi Ahmadjon Ashirining Idiqot nomli tarixiy romanini, tonilgan yozuvchi marhum Xivir To'mirning Baldur O'yg'ongan odam nomli tarixiy romanini, marhum yozuvchi Zordun Sabirning Anyurt nomli romanini turk tiliga tarjima qildirib nashr qildirdi. Bulardan sirt Norvegiyada turayotgan Uyg'ur shoiri Mutallib Saydullohning she'rlar to'plamini turk tilida nashr qildirdi. Uningdan boshqa yana Uyg'ur shoiri Abduxoliq Uyg'ur bilan Abdurahim O'tkirning hayot tonishtirilgan hujjatli film ishlab tarqatdi. Yevrasiya Yozuvchilar birligi qurilgan kundan tortib har yili xalqaro Mahmud Qashqari hikoya yozish musobaqasi o'tkazib, Uyg'ur elining tonilishiga zo'r to'hfa qo'shmoqda. Bulardan sirt Yevrasiya Yozuvchilar uyushmasi nashr qilayotgan Tuqqan qalamlar nomli tor jurnalda Uyg'ur adabiyoti to'g'risida nurg'un tadqiqot maqolasi e'lon qilindi. Biz Dünya Uyg'ur Qurultiyi vaqfisi bo'lish sifatimiz bilan ularning qilgan bu xizmatlariga rahmat aytamiz. Marosimning kun tartibi bo'yicha medal taqdim qilinib, xon va do'ppi kiydirilgan Yoqub Ömer o'g'li o'zining minnatdorligini bildirib so'z qildi. U so'zda Dünya Uyg'ur Qurultiyining xalqaroda Uyg'urlarda vakillik qilayotgan eng muhim tashkilot ekanligini, Qurultay raisi Dolqin Aysa apandining 1995-yildan tortib toniydiganligini, bundan keyin Yevrasiya Yozuvchilar birligining Uyg'ur adabiyotining Turkiya va O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlarida texmi ko'p to'ntilish uchun to'kib qo'shiq tirishadiganligini ta'kidladi. U so'zni mundaq davomlashtirdi: Yevrasiya Yozuvchilar birligiga rahmat aytish uchun bu faoliyatni uyushtirganligingizga ko'p rahmat. Biz Uyg'urlar uchun, Uyg'ur adabiyoti uchun texmi ko'p xizmatlarni qilishni orzu qilamiz. Lekin imkoniyatimiz toz yor bermedi. Shundaq bo'lsa-mu, biz 16 yildan buyon Uyg'ur adabiyotini Turkiyada tonitish uchun tirishib keldik. Bundan keyin biz Uyg'ur adabiyotini turk dunyosida, bo'libmi Turkiyada tonitish uchun texmi ko'p adabiy asarlarni nashr qildirishni o'ylashyapmiz. Uyg'ur shoir va yozuvchilarning biz bilan yana hamkorlashishini umid qilamiz. Amerika bilan Yevropa İttifaqı Tashqi ishlar va savdo ministrlarining 15-may yakshanba kuni Fransiya poytaxti Parijda o'tkazilgan yig'inda Uyg'ur majburiy emgakka qanday xotim berishning yo'llari muzokara qilingan. Ikki tarafning 16-may dushanba kuni e'lon qilgan qo'shin bayonotida majburiy emgakni tugatish, shundaqla texnologiyaning kishilik huquqini dafsana qilish va suiiste'mol qilishda, har xil shakldagi bostirish hamda davlatlarning bexatarligiga buzg'unchilik qilishda ishlatilishiga qarshi turish tilga ilingan ekan. Amerika Yevropa İttifaqı Savdo va texnologiya kengashining 2-navbatlik bu yig'iniga Amerika tashqi ishlar ministri Blinken, savdo ministri Gina Raimondo, Amerika savdo vakili Katrin Tai, Yevropa İttifaqı savdo komissari Valdis Dombrovskis, Yevropa İttifaqıning raqobat va digitalligiga mas'ul komissari Margarita Vestager, Fransiya tashqi ishlar ministri Le Drian qatorliq kishilar qatnashgan. Janubiy Xitoy attiganlik pochtasining aytishicha, Yevropa İttifaqıning savdo komissari Valdis Dombrovskis suhbatdan keyin muxbirlarga ittifoqlashlarning bayonlardagi Xitoyning Xinjiang o'lkasida keng umumlashib, cho'ng andishiga aylangan majburiy emgakni cheklashning eng yaxshi yo'lining nimalar ekanligi to'g'risida keng kushada muzokara ilib boradi degan. Yevropa İttifaqı o'tgan yili 9-oyda Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklash planini o'ttirib qo'ygan bo'lsa-mu, biroq bu hozir qadar amalga oshmagan. Amerika tashqi ishlar ministrligi yaqinda davlat majlisiga sunilgan dokladida Amerikaning barliq huquqiy va boylik manbasini ishlatib, Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklaydiganligini aytgan edi. Angliyadagi advokatlarning huquq amaliyoti nomli tashkiloti doklad e'lon qilib, Sharq Turkistonda yaqinqi bir qancha yildan beri qonun bilan boshqarishning o'rnini istibdod qonunsizlik egallaganligini, Xitoyning bu rayondagi qonun to'rg'i tushib qolgan Uyg'urlarni mujmal, maxfiy va mushkil bir taqdir kutib turadiganligini bildirgan. Italiyadagi Zimiston nomli diniy erkinlik va kishilik huquq to'rining aytishicha, o'tgan yildan beri qo'rshada qolgan bu rayondagi Turkiya xalqlar demokratiyaning adolat g'oyasini buzib tashlaydigan qilmishlarning qurboniga aylangan. Xabarda yana bu rayonda qonuniy vakillik bilan adil sotlash orqali jinoyat isbotlanmaguncha gunohsiz deb qaralish prinsipi dafsana qilinganligi, Uyg'urlarning hech kimning javobgarlik bo'lmagan bir sistemning qurboniga aylanganligi ta'kidlangan. Ma'lum bo'lishicha, qonunni dafsana qilish Xinjiangdagi jinoiy ishlar davolari nomli dokladda 2017-yildan buyon oz degan 1 million Uyg'urni qonunsiz tutib turish orqali Xitoy Xalq Jumhuriyatining qo'lga olishni qonunlik asosda elib berish jihatidagi 20 yillik taraqqiyotning qanday qilib keskin o'zgarish yasaganligi yo'ritib berilgan. Dokladda aytilishicha, bu jarayonda Xitoy xalqaro o'lchamlarga amal qildiganligini og'zining uchida ta'kidlab qo'yib, uning Xitoycha alaydilik ega shakllari orqali bu o'lchamlarning har biriga xiloflik qilgan. Dokladda 2017-yili bir yilning ichida Sharq Turkistonni qo'lga olinganlar va jazolanganlarning 700% ko'payganligi, Xitoy asos qonun va Xitoy qonunlarining tatbiq qilinishi nohaq bo'lsa-mu, biroq Xitoy kompartiyasining Uyg'urlarga kelganda ko'rinishda bo'lsa-mu, ularga hurmat qilib qo'ymaydiganligi ko'rsatilgan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida
Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xabarlar programmasını diqqətinizlərə sunduk. Keyin qitimli programmamızda görüşəylik. Aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.